Assalomu alaykum, hurmatli aziz bog'bonlar. Xayrli kun barcha bizni ko'rib turgan do'stlarga. Dunyoning qaysi burchagida bo'lsa ham sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Va shu biz O'zbekistonimizda bog'lari, vatanimizning bog'lari, xonadonlarimiz gullab yashnasin, tinchlik, omonlik bo'lsin. Barcha do'stlarga alangali salom. Hurmatli bog'bon do'stlar, bugun mana nasib qilsa 15-aprelga keldik, ya'ni bahorning rosa o'rtasiga keldik. Bahorda har bir kuni g'animat, ozgina harakat qilsak, vaqt oliy ekan, vaqt bizga qarab turmaydi, lekin biz vaqtga qarab turmasak bo'lmaydi, chunki hozirgi kunda eng asosiy ulama davri, ulamani sezoni, ulamani shu fevraldan boshlanadi. Kuzda ham bir sezoni, qishda ham qilsa bo'ladi. Ya'ni ulamani ulamani, ya'ni payvandni imkoniyati topgan odamga qurulagodni deb aytgan. Mana qadr-qadrli olmalarimiz mevalari ko'rinishni boshladi. Bu qatori uzumlarimiz mevasi ko'rinyapti. Noklar, o'riklar, shoptoli hammasi harakatda. Bu juda ham ko'zni quvontiradi. Yana bir bora shunday yurtda tug'ilganimizga, shunday vatanimiz borligidan faxrlanamiz, chunki yo'q narsa yo'q, hamma narsa pishadi. Mana oddiy xonadonimda bir yaqin 50 xildan ortiq daraxtlar meva bo'lsa, hammasi meva qiladi. Bu juda katta baxt. Shunday mamlakatlar bor, bitta o't ham chiqmaydi, ajriq ham chiqmaydi. Shuning uchun biz faxrlanamiz O'zbekistonimizda, vatanimizda. Hurmatli o'rtoqlar, olmalarda ulamalar, mana kecha nokni olmaga ulashib ko'rsatdik. Nok olma behi qarindosh bo'ladi. Shoptoli, sliva, ya'ni qoroli, bodam, o'rik qarindosh bo'ladi. Bir-biriga ulasa bo'ladi. Mana hozir o'rikka shoptolni ulashib ko'rsataman. Sababi men o'sha bundan bir 30 yil oldin o'sha bir xilga adirga kam suv joylarga borganimda o'sha shoptolini tegligi o'rik ekan. Bilsam, o'rikning tomiri kuchli bo'ladi, suvsizlikka chidamli bo'lar ekan. Shuning uchun ko'proq shoptolini ba'zi bir xilga o'sha dehqonlar maxsus joylarga o'rikka shoptolni ulab beradi. Sababi tomiri chidamli, suvsizlikka chidamli bo'ladi. Yana ba'zi joylarga bodamga ulab beradi. Bodamga ulaganda ham tomiri chidamli bo'ladi. Mana hozir kimda xonadonida keraksiz daraxtlar bo'lsa, o'rik bo'lsa, kesib qo'yasiz. Mana hozir yangi suluq chiqqan, unga shoptolni ulab qo'ysak umr uzoq bo'ladi. Yaxshi yashaydi. Mana hozir oddiy bir nimani ko'rsatamiz. Oddiy prosedura deydi, oddiy tajriba. Chunki kimnidir xonadonida hozir o'rik bo'lsa, o'sha tayidan suluq chiqib turgan bo'lsa, o'rik yo yedir yo meva qilmas. Bunga shoptolni ulab qo'yasiz. Shoptolni ulasangiz bo'ladi bir tomoniga sliva, bir tomoniga bodam ulasangiz, bitta narsada 3 xil, 4 xil meva bo'ladi. Baqalarimiz endi hozir baqalarimiz kimgadir joniga tekkan bo'lsa, bizga jonimizga tegmaydi, o'rganib qolganmiz. Mana ko'rib borasizlar. Talabda mana bugun mahallamizda Faxriddin Sotdi xolamni o'g'li nevarasi o'qildi, sho'rvalardik 2 kasadan ichib maza qilib keldik. Yurtimizda har doim to'y bo'lsin. Sotdi xolam bizni talamizda eslab qo'yib povur bo'lardi. Men shu Nuralidaqa bo'lsam kerak. Dalada buvim bilan yurardik, keyin Sotdi xolamni oldida suvdan ichaman deyardim. Buvim olib kelib, xirmonga olib kelib, o'sha suvdan ichib kelardik. Keyin qizi Yulduz xolam, hojona sinfdoshimda birga o'tirardik. Sinfda. Keyin Yulduzcha haligi oktabriyat bo'lganimizda Yulduzcha taqardik. 10 yillik nima yo'q edi, keyin Yulduz xolamdan olganman. Mana endi bu orqada qoldi tarix, lekin tarixda eslab qo'yish kerak. Shu Sotdi xolamning o'g'li nevara to'y qildi. Yurtimizda xalqimizdan faxrlanamiz, to'ylar bo'lsin. To'ylar yaxshi, qancha odam bilan ko'rishdik. Suvlarimiz bor, mana ajoyib bo'lib chiqib turibdi. Mana shu yerda bitta o'rik bor edi, nimasi yoqmadi. Mana endi shuni kesib qo'yganmiz. Mana endi zo'r bo'lib nimasi chiqdi mana. Mana o'rik tayi zo'r. Bularni tozalab qo'yamiz. Tozalab bitta ikkita nimasini qo'yamiz mana.
Mana shularni bittasiga hozircha yana xolasak 4 xil narsa ulasak bo'laveradi. Buguncha bittasiga hozir mana shoptol ulaymiz mana. Shoptolimizni mana yaxshi so'lig'idan bitta olamiz mana. Mana oldik. Mana shu o'rigimizga ulaymiz. Chiroyli qilib. Mana shu nimani tozalaymiz. Xo'sh. Mana yangi chiqqan suluqi ko'rinyaptimi? Yaqinroq bo'lsa ham mana. Tamada fon yaxshimi? Mana. Oddiy qaychi mana. Xo'sh. Ana. Tayyorlab olamiz. Mana oddiy eti bor. Buni ham olamiz, xalaqni bermasdan uraganimizda mana. Ana oldik. Endi shoptolini mana o'rtasini olamiz. O'rtasini oldik, oqarib qolibdi-yu buni. Mana oqarib qolgani bo'lmaydi. Tak. Hadi. Mana. Boshqasini oldik mana. İçi oqarmaganini mana. Ko'rdilarmi? İçi ko'kmagi mana. Yana aytaman. Osh. Mana. Mana shu içi ko'kmak. Mana uniki. Mana. Alohida ko'rsataman. Mana shu ichi ko'kmak bo'lish kerak. Mana. Buni mana uchini olamiz. Ana. Mana o'rikka shoptolini uladik. Ana. Buni endi hep salafanda o'rab qo'yamiz. Tortib chiroyli qilib o'rnash qolsa mana o'rigida undiga xolasiz yana o'rigida ham yaxshi sortini ulab qo'rasiz yoniga. Ba'zi joylarda o'sha yer yo'q joylarda mana domlarda, etajlarda oldilarida bir dona o'rik bo'lsa, shu o'rikka shoptoli ulaysiz. Yana boshqa xolagancha ulab qo'ysangiz bo'laveradi. 4 xil 5 xil narsani ulasangiz mana odamning qo'li gul. Ozgina harakat. Bu obo otash deydi. O'rnashib qolsa hech narsa emas. Tochkasiga to'g'ri kelib qolsa, yulduziga. Afqsa ko'karaveradi. Xo'sh. Buni mana shunday qilib lekin ozgina erinmaysizlar, qunt kerak. Mana uladikmi? Iloji bo'lsa mana shu uchiga salafonni bunday qilib qo'ysak yana ham yaxshi bo'ladi. Bog'lab qo'yamiz. Havo kirmay turadi. Salafonni hala
Xo'sh. Mana shu o'rigimiz. Bular tozalab qo'yamiz. Mana bularni tozalab. Ha, o'rnashib qolsa, mana o'rniga baquvvatgina shoptoli bo'ladi mana. Mana xolasa yana bularga boshqasini ulab qo'yamiz. Mana zapas qoldirdi, vaqtim bo'lsa, bo'shasam yana boshqa sortlar ulab qo'yamiz mana. Mana endi olmalarimiz mana aylanib chiqamiz. Harakatda meva qilaman deb yotibdi. Endi shu homila payti shular ushlab qolsa, bizdan baxtli odam yo'q. Ha, uzumlarimiz, Husayn uzumlarimiz mana. Qarang. Mana shu juda yaxshi ko'raman, chiroyli ko'rinadi. Xo'sh, bu Husayn uzumimiz. Ayta Razamat ota uzumimiz mana. Mana uzumlar, mevalar hosili yaxshi. Vaqt o'tganini qarang, yaqinda sherfa yo'q edi. Mana endi bo'lsa mevalar. Zamat ota bir ajoyib uzum, g'osh shunaqangi katta bo'ladi. Qarang. Barki ham chiroyli bo'ladi. Ha, osmonimizni qarang, musoffoligini. Fon. Shu mahalda fon soat endi 15 dakam 7 bo'ldi. To'yga borib keldik. Mana endi mana buni qarang. Jannatan olmasi mana. Qirg'iz qandil deydi. Ha, mana shoptolilarimiz, gulosimiz. Endi shu nasib qilsa, ob-havolarimiz yaxshi bo'lib tursa, yaxshi bo'ladi. Noklarimiz mana. Noklarimiz ham hozircha yaxshiman deb turibdi mana. Qarang. Odamni ko'zi quvonadi. Ertalabda bir aylanib, mana shu natijalarni ko'rib inson xursand bo'ladi. Barglari chip-chipday, zeb-zelyoniy, toza, sog'lom, o'sha bunday ko'rib agrotexnikalarni o'sha vitaminlarni natijasi odamot bo'lsa kerak, yaxshi turibdi. Polkarli noklarida bir necha yil oldin ekanmiz, asta-asta mevaga kiryapti. Nokni mazasini bir ajoyib narsa. Ana. Ha, kecha ko'plar xatlar kelgan, mayli. Hamma e'tiborligi uchun rahmat, juda ham ko'pchilik xat yozgan. Omon bo'lsin. Qarang mana. Bir mo'jiza-da bu yurtimiz, vatanimiz mo'jiza. Ana suvlarimiz chiqib chiroyli bo'lib ketyapti. Suvda ovozi ajoyib. Mana kechagi ulagan, olmaga ulagan lokimiz o'rnashib qolsa birov bergandek bo'lib qoladi. Bizdan nima ketyapti mana noklarimiz. Kivi nokimiz mana. Mana olma nihollarimiz. Keyingi yilga zamin. Hurmatli o'talar, hozir
ko'chat eksa bo'laveradi. Hali beri vaqtimiz bor. Ko'chat ekmoqchi bo'lganlar bo'lsa. Kivi nokimiz. Barglarining chiroyliligini qarang, ertalabda juda bir ajoyib ko'rinadi. Bu mana. Bu ham kivi nok. Mevasini qarang, shohona Qizil Husayn uzumimizni shoxlari. Bil ekilgan noklar albatta yaxshi. Bu ham bil ekilgan. Mana shu yaxshi o'tib chiqsa sog'lom, tomiri o'rnashgan bo'ladi. Mana endi shoptorlarimiz qarang. Krasniy Moskva. Ana. Sog'lom. Mevalari mana. Vaqt o'tganini qarang, kundan kun harakat. Shoptorlarimiz mana. Chiroyli bo'lib bularda nimani ko'r, hozir zelyoniy abreska shularda osik bo'ladi, tozalab mana. Ichkari shoxlarini osik bo'laveradi. Buni alohida ko'rsatamiz. Shunday qilib. Bo'lmasa mayda qilsa ham bo'ladi. Shoptorlarimiz mana. Chempion. Endi oraliqda jo'yta olmayotgan olmamiz. Pink Lady mana mevasini qarang. Albatta jannat makon yurtimiz bor. Barcha bizni ko'rib turgan do'stlarga mana shu bog'larimizdan salomlar. Mana anjir shoptorimiz shakllanyapti. Mevalar. Bunda nasibida qancha odamda haqqi bor. Bitta asaka yaltiroq o'rigimiz bor edi. Uni ham mevasini ko'raylik-da. Barkini chiroyli bo'lib turishini qarang. Bu leafy shoptorlar. Yana olmalar. To'g'ri, kimdir befparadiy ekkanman, lekin bizga meva qilsa bo'ldi. O'zi yonmagan ekib tashaveramiz. Mana ataka yaltiroq o'rigimiz. Endi buni yeb ko'rsangiz boshqacha narsa. Qarang. Mevasini qarang. Birinchi pishadi. Yettinchi mayga bular ham pishadi. Ana uni qarang. Buni ana shu ertalabki 6 quyosh chiqishida hovliga o'tib tomosha qilinglar, mazza qilasizlar. Mana. Atroflarda yonida olma ham bo'lib turibdi mana. Bizga qizig'i yo'q, meva qilsa bo'ldi. Shunaqa yerlarimiz, ajoyib yerlarimiz bor mana. Mana qarang endi. Mana anjir shoptorlarimiz shakllanib tapaloq bo'lib boryapti. Orasida o'riklar ham bo'lyapti mana. Hech kim bizni so'kmaydi, orasida olma ham bo'lyapti mana. Mana bir hafta oldin ekkan shoptorlar. Ko'karib ulardan kesib qo'yamiz. Mana. Baglar sog'lom. Tepada uzumimiz bo'lyapti mana qarang. Nima bo'pti? Ekib qo'ysak bo'laveradi mana. Mana hurmatli o'rtoqlar,
3 minutdan vaqtim ketgan yo'q. Shu o'rikka shoptog'ini ulab qo'ydim. Yana yoniga nimadir berib qo'ysa, yangilik, imkoniyat o'sha juda ham kimdadir o'sha meva qilmaydigan yovvoyi o'riklaringiz bor. Shuni kesib qo'ysangiz, ko'k shoxi chiqadi. Ko'kiga ko'k shoxini ulab qo'ysangiz, shoptog'imi, bunga qora olib ulasa ham bo'ladi. Keyin bodam ulasa ham bo'ladi. Yana qaytarib aytaman, o'rik, bodam, qora oli, g'aynoli, sliva, shoptog'i bir-biriga qarindosh bo'laveradi. Biz ham shu kimlardandir o'rganib, asta-asta bog'bon bo'lganmiz. Endi to'g'ri havaskor bog'bonmiz. Hamma narsani bilamiz deb maqtanib bo'lmaydi. Har bir insonda o'zini o'sha tajribasi bor. Shuning uchun yurtimiz tinch bo'lsin, omonlik bo'lsin. Eng asosiysi yurtimiz, vatanimiz tinch bo'lsa, mazza qilib ishlab, mana bog'larni yaratib yuribmiz. Eng asosiysi yana kirsangiz, nimalar sog'lom. Kasalliklar yo'q. To'g'ri ozma tushib turadi, lekin biz ozgina harakat qilib turamiz. O'sha hozir agro magazinlarda ximiyaviy vositalar bor. O'sha magazinga borib, o'sha bargida kasal bo'lsa, shoxida kasal bo'lsa ko'rsatsalar, shunga o'sha ximiyaviy vositasini beradi, abrobotga qilib qo'yasizlar. Shuning uchun xush kelmanglar, omonlik bo'lsin. Barcha bizni ko'rib turgan do'stlarimizga omonlik, sog'lik. Mana bitta qaychi, lezva, salafan bilan tamom, yeter kaput. Yana ozgina hozir yo'l-yo'lakka ko'rsatib ketamiz. Omon bo'linglar. Xat yozganlardan Alloh rozi. Juda ham bir opamiz she'r yozibdi. Juda ham xursand bo'ldim. Bu 12 tami, 15 ta kuplet yozibdi. Albatta bir kun o'qib beraman. Shunga ham shu erinmay shu bog'imizni ta'riflab yozibdi. Opamizga ham rahmat. Xat yozganlarga rahmat. Erinmasdan, chunki bir qator ko'z yugurtirib qo'yamiz. Omon bo'linglar, hozircha sog' bo'linglar. Ertalabda o'sha yangi chiqqan joylari sog'lom bo'lsa, ko'rasizlar, mana mana shu yerda sog'lom bo'lsa kasal bo'lmaydi. Kasal bo'lsa buralib chiqadi. Mana yangi suluqlar chiqyapti, uni qarang. Bu o'sha toifa emas. Ikki beqalar ektik, ular ko'karib, mana yangi o'sha talgarga nimamiz? Nok. Intensivni qilib ekdik, yaqinroq qilib orasini. Chunki o'sha havo rosa isib ketyapti-yu, shuning uchun qalin qilib ekdik. O'rtada bir qator bekan narsa ekamiz, yana nimalardir. Mana superior degan slivamiz ham bultur ekilgan mevani qilyotibdi. Mana olmani qarang, mevasini. Bog'larimiz kundan kunga chiroyli bo'lib, hamma yoq ko'klam, ozgina mehnat, bizdan hech narsa ketmaydi. Asta o'zimiz uchun mana o'tgan yilga ekilgan olmalarimiz bor. Mevani qarang. Ana qarang. Mana ostida bo'lsa, mana yil ekilgan shuni yaponiskiy shoptoli deydi, ko'ramiz. Keyin bularni ham oldin ko'rib, mevalarni keyin targ'ibot qilib do'stlarimizga tarqatamiz. Olmani qarang. Ana gulimiz ham qarang.
Oybek Nurali ishga ketdi. 3 kundan beri Nuralini bayrami davom etadi. Biznikida shu tort kelsa uyimizga Nurali tug'ilgan kuni bo'laveradi. Tort odoq bo'lguncha tortlarni halalarga qo'yib qo'ydik. Kechqurun nima Oybek bir vaqtida happy baby deb tortni ko'tarishib, dadam uni qarang deb kulgani odamga bepul kino. Hammamizda ham shunaqa nevaralar bo'lsin. Har bir xonadonda nevara bo'lsin. O'g'ilmi, qizmi, boriga shukr hammasini. Mana shoptorlarimiz. Chempion. Uzumlarimiz kundan kun chiroyli bo'lib, bularda endi bizda dashtlik uchun xomitak sekin shashilmay qilamiz. Bog'lab chiqamiz, hozir o'sib olaversin. Mana mevasini qarang. Tomonda olmamiz mana. Mana bu yerda olma ustida bo'lib yotibdi, ostida 4 ta limonimiz bor. 3-4 ta o'zimizga yetadi mana. Qarang. Joydan foydalanish. 4 bo'lsa ham o'zimizga bo'lib turadi. Ana. Anjir shopda olamiz. Kechkisi. Mana archalarimiz ham chiroyli bo'lib, baliqlarimiz ichkariga kirib ketdi bizni ko'rib. Ana. Pista ko'chatlar urug'i ekilgan mana. Kunlar ko'rib turgan bo'lsak mana ikkita ko'chatlaring o'syapti. Ana. Gullarimiz qulpinoylar ham gullabdi. Qulpinoy ekkan edik mana. Bir hafta bo'ldi ekkanimizga. Ana. Bunisi ham gullabdi. Mana. Nok ko'chatlarimiz. Makka jo'xori, mak. Mana endi qaysi maqtasak arziydi. Bu yil ekilgan olmalarimiz tutgani tutib qolar, o bitta tutibdi. Bodringlarimiz gullabdi. Chiroyli bo'lib. Pomidorlarimiz mana. Atirgulimiz qora shahzoda mana o'syapti. Pomidorlar. Tomonda jo'xori. Bodringlarimiz mana. Ana Oybekni ekan bodringimiz pishyapti mana. Ana uni qarang.
Mana bitta bolgar qalampirimiz. Bu yerda oqdamizki ular nima? Avatar, keyin Lamborghini uzumlarimiz. Bitta baqlajon mana. Torvizlarimiz mana. Torvizlar ham tavakkal ekib qo'ydik. Bu bersa birov bergandek bo'ladi. Menga qovun ekdik mana. Bitta torviz. Uzumlarimiz. Oh. Ana g'o'ralarimizni qaranglar. Yettinchi mayga nasib qilsa pishadi shu o'riklarimiz. Pomidorlar gullabdi mana. Mana shu sliva o'sha g'aynola deymiz, qoraola deydi. Shoptoli ulangan mana. Soppa-sog' ketyapti mana. Tagi shoptoli shuni. Mana ertagi shoptolimiz qizarishni boshlabdi. Bu ham vaqtliq pishadi. O, mana qalampirlarimiz gullabdi. Achchiq qalampirlarimiz. Bu lavanda. Mana jambillarimiz qurnashib qolibdi. Rixonlarni ekib qo'ydik. Bu bo'lsa shunday ovqatga to'g'ri mana rixon. Bu beryoza daraxti. Katta bo'lsa bir joyga ekamiz beryoza. Lavandalarimiz. Mana bu zo'rni o'tdaqimiz mana. Shoptoli ko'rinishni boshlabdi mana.
Qovurchamiz mana gullarimiz ham harakatda. Ochilib qolsa kerak u. Ko'saklari ko'rinib qoldi. Mo'si ham chiroyli manzara bahorda shu ko'kmay narsa ajoyib ko'rinadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Har bir do'stimizni, har bir vatandoshimizni bog'lari ko'karsin, gullab yashnasin. Vatanimiz, yurtimiz obod bo'lsin. Mana o'tgan yil ekib qo'yganmiz, olmalar gullab yotibdi mana. Mana hurmatli o'rtoqlar, bugungi hovlini aylanib chiqdik. Shu o'rikka shoptog'ini uladik. Avvalo o'zimiz da xohish bo'lsa bo'ldi, ozmi ko'pmi harakat qilsak, bog'imiz obod bo'ladi. Mana shoptog'li, mana yonimizda bitta sliva, bu ham meva qilyapti. Ekib qo'ysangiz, hisobi yerga kirib qolsa mevani beraveradi. Yo'qmasa olib tashlash 30 sekundda aralab qo'yasiz. Hozir to'kli aralar chiqdi. To 1-2 degancha aralab qo'yapti. Lekin bitta daraxtni voyaga yetkazib meva qilguncha 3 yil 4 yil ketadi. Shuning uchun ekavering, yoqmaganini olib tashlaverasiz. Sizni hech kim so'kmaydi. O'tin qishda mazza qilib o'tin yoqasiz, qayerdan kelarkan, nima kelarkan deb o'tirmaysiz. O'tin ham boylik. Shuning uchun ekib qo'ysangiz yaxshi, ekaverasiz. Mana ekib tashlayapmiz. Har yili qancha ekamiz. Mana uyimiz to'la o'tin. Qishda unaqa muammo yo'q. Sandalga solamiz, tandirga yoqamiz, pechga yoqamiz. O'tinda issig'i shifobaxsh bo'ladi. Shuning uchun shunaqa vatanimiz barakali vatan, yerlarimiz barakali. Hozir nazar qilgan yurtda yashaymiz. Shuning uchun yurtimizga ko'z tegmasin. Doim omonlik bo'lsin. Dunyoda qaysi bir joyda bo'lsa ko'rib turgan bo'lsalaringiz sog' bo'linglar. Adaham aka Bursa shahriga salom. Yo'zbo'y ko'rinmay qoldik. Xorazmliklar, Jizzaxliklar va jami yurtimizda hamma joyda do'stlarga salomlar bo'lsin. Omon bo'linglar. Rahmat e'tiborlar uchun. Xatlarni yozib tashlanglar. Rahmat. Ertalabda yana 7 dan 20 minut o'tdi. Qolgan ishlarni bajaramiz. Bir 9 gacha ishlasa yetadi, 9 danga havo isib ketadi. Salqinda jim o'tirasiz. Ertaga 2 kun yomg'ir beryapti va nimalar havo beryapti. Salqin havo beryapti. Shuning uchun bugun narsalarni ekib, ulamani ulab qo'ysalaringiz, yomg'ir arafasi zo'r ko'karadi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.